Kenmех ауданына қарасты номері 5-ші мектептің 6-А сынып оқушысы Тұрдалиев Тайырдың энтриден қалам жинайтын оқушыны істейміз. Сосын harакатқа кіріп, X-ні joylashtirish, X-ге joylashtirish. So'sin hisobga kirib, sichqonchani X-ga qiymatini qo'yamiz. So'sin qalamning programmasi. So'sin birinchi boshlashga kirib, boshlash tugmasini bosganda ko'rinishga kirib shakl ko'rsatish. So'sin oqimga kirib davomiy takrorlash. So'sin o'z harakatga kirib X joylashtirish. So'sin hisobga kirib 0dan 10gacha tasodifiy son. -700 Neqa 700ning o'zi. Y-qa 1,20. So'sin naqda shakl ko'rsatish qolib ketibdi. So'sin aylanishga so'zlash. Harakat aylanishga so'zlash. Aylanishga. Osni 180 qilamiz. So'sin davomiy takrorlash. So'sin harakatga kirib harakat yo'nalishini harakatlantirishda qo'yib, onun o'rnina 4 yozamiz. So'sin oqimga kirib, agar rost bo'lsa deganni qo'yamiz. O'sning o'rnina o'quvchini qo'yamiz. Xususiyatga kirib, qarorga kirib, sichqonchani ketganda deganni qo'yamiz. So'sin bu yoqdan o'quvchini qo'yamiz. So'sin xususiyatga kirib, maning o'rnina qalamni yozamiz. Qalam yozamiz. So'sin o'zgaruvchiga kirib, qalamga 10ni qo'shish deganning o'rnina qalamga 1ni qo'shamiz. Bo'ldi. Maqam kirib, mana bossak, mana pastga qarata qo'yamiz. Qalamda kichikaytiramiz. Odamzal ulg'aytiramiz o'quvchini. Mana strelkani tubiga qarata qo'yamiz. Endi bo'ldi. Qalamga necha ret desang, soncha ochko yoziladi. Qancha ret ko'p desang, soncha ko'p ochko yoziladi.